O'zingizday o'ylanib, kelinsiz qaysi to'g'larda so'ragan ekan. Berla vobshe mazza-ku qo'rdi qarang. Keliningizga bergan puchovka menga berib zurish qillaringda. Qizim mazza qil. O'tgan yil biz borib mazza qilganmiz. Bu yil sen mazza qil. Keyin gaplashamiz, to'xtab tur. Ha, ting qurisin. Bolani onasinikiga oboradi kasal qilib keladi. Ha, men kasal qildim onamnikiga borib, oyijon. Onam meni yillab bormasligimni bilib, hamma viruslarni butun jahondan zakaz qiladilar, bilasizmi? Xitoydan shunday virus zakaz qilib, kargosga pul to'lab bolam kelganda shuni beradi. Keyinchi oyijon, onamchi tunu kun ilohi omin, mana shuni bolasi kasal bo'lsin deb duo qilib o'tiradilar. Mana shu duosi har safar amalga oshadi, qarang oyijon. Ey! Ne anqayasiz, sizga gapiryapman. Bolaga dori olib keling. Xo'p, oyijon. Voy, bilin, shuncha gap xayolda gapirdimmi? Kelinlar, sizlar ham yuziga gapirgalaring kelib ketadi o'sha gapni. Faqat rostini yozib ketinglar, xo'pmi?